Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, Ravon TV kuzatuvchilari. Bugun biz Toshkent shahrining Uchtepa tumaniga keldik. Izza ko'chasidagi ajoyib katta uchastkani ko'rsatamiz. Video boshlashdan oldin sizlarga orientirni ko'rsatib boraman. Mana shu yo'ldan biz O'rikzor bozoriga chiqib boramiz. Bu tomonimizda Nur Saroy to'yxonasi. Hozir men sizlarga yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana shu ko'rib turgan oq binomizda Nur Saroy to'yxonasi bo'ladi do'stlar. Orientirlarimiz Uchtepa RUVDsi yaqinida joylashgan ajoyib katta uchastkani bugun sizlarga taqdim etaman. Albatta videodan uzoqlashmang, chunki bugungi ko'rsatgan narsam juda ham ko'p va albatta sizlarga ma'qul bo'ladi. Narxi ham juda ham yaxshi narxda. Demak, mana bu uyimizning katta darvozaxonasi. Avtomatik tarzda ochiladigan pult upravleniya boshqaruvidagi darvozaxonamiz. Albatta buni ichini ko'rganimizda juda ham mazza qilasiz, chunki bunaqangi katta va chiroyli uchastkani hali beri YouTube kanallarimizda ko'rmasalaring kerak. Oldimizda yashil hududimiz, gulzorimiz bor. Mana daraxtlarni ko'ryapsiz, juda ham salqin. Mana avtomashina qo'yish uchun ham joyimiz yetarli. O'zingizlar ko'rsalang, где-то bir 6 ta avtomashina bemalol kirib chiqish imkoniyati bor. Uyimizning tagida mana podval qismida eshigimiz ham bor. Buni sizlarga ko'rsatib o'taman. Ikkita tarafdan kirib chiqsak bo'ladi. O'ng tarafimizda eshigimiz bo'lsa va chap tarafimizda. Biz hozir birinchi eshikdan ko'rsatamiz. Shoshilmang, videoga like bosing, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bunaqangi narxdagi ajoyib uchastkani sizlar hali ko'rmagansizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Men sirazi bu joyni tanishtirib o'tib ketaman. Juda zo'r qurilgan. Bu yerda bizlar sex qilishimiz ham mumkin, oshxona qilishimiz ham mumkin. Chunki yetarlicha joyimiz bor, parkovkadan muammo yo'q. Uchastkamiz 10 sotiklik uchastka. Bu uyimizning tag qismi, ya'ni podval qismida to'liq plashatka ko'rinishda qilingan. Chiroqlarni ko'ryapmiz mana. Yorug'ligimiz yetarli, fortishkalar qo'yib ketilgan. Bu yerda bizni kuxnyamizni ko'rsak bo'ladi. Mana kuxnyamiz, tayyor kuxnya. Orqasida, shu kuxnya orqasida san uzilimiz ham bor. Dush, unitaz, bd hammasi o'rnatib qo'yilgan do'stlar. Kafellar qilingan. Eshiklarimiz esa ak va alyuminiy profildan tayyorlangan. Do'stlar, mana shu uyimizning osti. Podvalimiz shu yerda bo'ladi va ushbu joydan burchagimizda eshigimiz bor. Mana ko'rib turgan shu burchakdan sizlarga yaqinlashib ko'rsataman. Aynan hovlining ichidan ham bu yerga kirib ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, videoni ko'ring va mazza qiling. Albatta shu uchastka sizga yoqqan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri uyning egalariga telefon qiling va sotib oling do'stlar. Demak, biz darvozaxonadan uyning ichiga kirib ketamiz. Bemalol mana shu joyda o'zida 10 ta avtomashina sig'dirsa bo'ladi do'stlar. Muhimi bu emas. Muhimi endi boshlanadi. Katta darvozaxona do'stlar. Darvozamiz eniga 4,5 metr, balandligi ham xuddi shunday balandlikka ega bo'lgan darvozaxonamiz. Tepasi mana alkafomdan qilib qo'yilgan va LED panel chiroqlaridan ham o'rnatib qo'yilgan. Yangi darvoza va mustahkam. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda domofon tizimiga o'rnatilgan, ulab qo'yilgan do'stlar. Kamera nabludeniya ham bor ekan, yuqorida mana kameramiz ko'rsak bo'ladi. Va avtomatik tarzda ochiladigan pult upravleniya boshqariladigan darvozaxonamiz. Endi buni kengligini ko'ringlar. Men uzun darvozaxona men yaqinlashtirishga harakat qilaman do'stlar. Bu yerda bemalol 10 ta avtomashina sig'dirsak bo'ladi, bemalol 42 metr uzunlikdagi darvozaxona do'stlar. Mana bu ko'rib turgan eshigimizda asosiy eshiklardan bittasi, lekin biz hovlining ichidagi eshikdan kirib boramiz. Mana ko'ryapsizlar, yonida sanuzilimiz bor. Demak, hovlimizni tanishtirib boramiz. Oyoq osti to'liq burchatka qilingan. Hovlimiz, ya'ni uyimizda ikkita bo'lakdan iborat. U tarafdan bemalol ota-onalarimiz uchun ham joy qilib bersak ham bo'ladi. Bu yerda ikkita xonamiz bor, kuxnyasi alohida, o'zini atapleniyasi ham alohida qilib qo'yilgan. Uyimizning tashqi fasadi traventin bo'yog'i bilan ishlov berilgan. Traventin bo'yog'i bilan. Xonalar soni 14 ta. Uchastka maydoni 10 sotik. Bu yerda har xil meva daraxtlarini ko'rsak bo'ladi do'stlar. Men darvozaxonamizni ichkaridan ko'rinishi do'stlar. Demak, men darvozamiz pult orqali ochilyapti do'stlar. Mana yaqinlashtiryapman men.
Darvozaxonaning uzunligi 42 metr. Polni navesini yopilgan. 10 ta avtomashina sig'dirsa bo'ladi. Bemalol do'stlar. Endi hovlimizning etagida alohida uyimiz ham bor. Bu yerda o'zining podvaliga ega, o'zining kuxnyasiga ega, yozgi kuxnya. Mana bu joyda tapchan qo'yib qo'yibdi do'stlar. Demak, yozgi oshxonamiz. Podvalni ham bir shunday ko'rsatib o'taman, ichkari kirib o'tirmaymiz. Ya'ni yozgi холодный komnatalardan bittasi. Bemalol o'zingizga tegishli bo'lgan mahsulotlarni saqlasangiz bo'ladi. U tarafdan ham eshigimiz bor, bemalol kirib foydalansangiz bo'ladi do'stlar. Demak, hozir uyning ichini ko'rsatishga harakat qilaman. E'tibor beringlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki bugun ko'rsatadigan uyimiz juda ham ajoyib va mehr bilan qurilgan uyimiz. Narxi ancha arzon chunki bu territoriyada uyimizda juda qimmat. Biz ko'p uylarni ko'rsatdik va sizga tavsiya etaman, aynan shu xonadonni sotib olishinglar mumkin. Katta oilaga mo'ljallangan, aka-ukalarimiz ko'p, oilalar uchun juda ham qulay bo'lgan xonadonimiz. Bu birinchi mana dam olish xonamiz. Ya'ni qariya otalarimiz, onalarimiz bo'lsa, bemalol ya'ni xona qilib qo'yilgan. Mana o'zining televizori bor, o'zining отопленiyalari bor. Ushbu xonada ikkita radiator o'rnatib qo'yilgan va bu uyning eng muhimi tabiiylikdir. Ya'ni yog'och polimiz mana ko'rib turibsizlar, tabiiy va sifatli yog'och polimiz qilib qo'yilgan. Patologimiz balandligi 4 metr do'stlar. Va yuqorida ajoyib qandilni ko'rsak bo'ladi. Ushbu xonadan biz o'rtadagi xonaga o'tamiz. Bu xonamiz uy ichidagi oshxonamiz. Mana o'zining oshxonasiga ega bo'lgan xona. Chirog'imizni yoqamiz. Uylar ham juda ham yorug' va haqiqiy o'zbekona qurilgan. Yani uyimizning etagidagi uyni ko'rsatib boryapmiz do'stlar. Albatta videoga like bosing, kommentarda o'z fikringizni qoldiring. Va ushbu uyimizning o'zini alohida san'at ham bor. Alohida san'at do'stlar. Ushbu xonadondagi barcha narsalar tashlab ketiladi do'stlar. Mana alohida durkonli katollar o'rnatib qo'yilgan va kichkinagina kravat, ya'ni divanimiz o'rnatib qo'yilgan do'stlar. Demak, biz xonadonning asosiy qismiga o'tib boramiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ring, chunki bunaqangi uy bu ya'ni hududda topishingiz juda ham qiyin. Mana uyimizning tashqi fasadini ko'rsalar ham bo'ladi. Va e'tibor beringlar, mana chap tarafimizda bu terrasa, ochiq balkonimizda ham bor. Aynan shu ochiq balkonda yozda bemalol oilaviy dam olsangiz bo'ladi. Bu yerda tapchanda o'tirib dam olsangiz bo'ladi. Demak, hovlimiz ko'ryapsiz. Hovlimizda bir nechta mevali daraxtlarimiz bor. Va ushbu hovlidan ham biza podvalga tushib ko'rsak bo'ladi. Mana bu zina orqali biz podvalga tushib boramiz. Ushbu zina orqali tushganimizda kotyol, ya'ni uyning yuragi joylashtirilgan bo'ladi. Mana kattagina xona, ya'ni kotyolli xona hisoblanadi. Katta Ariston boilerimiz o'rnatib qo'yilgan va kotyolimiz, dukonli kotyol. İtalyanskiy, germanskiy, hozir qaysi davlat tegishligi esimdan chiqib qoldi va kattagina boilerimiz qo'yilgan va uyimizning sistemasi. Ushbu joydan biz birinchi ko'rsatgan katta zalimizga, ya'ni kirsak bo'ladi, podvaldagi zal. Bu yerda tikuv sex qilsak bo'ladi, oshxona qilsak bo'ladi yoki boshqa biznes maqsadida foydalansak bo'ladi do'stlar. Hamma sharoitga ega. Bu yerda ham alohida o'zini oshxonasi ega. Kerak barcha narsalar bor. Do'stlar, endi uyimizning ichiga kirib borishga harakat qilaman. Albatta videoni ko'ring va o'zingiz fikringizni kommentariyada qoldiring. Ushbu xonadon o'zlari uchun o'zlari qurishgan, ya'ni sotish maqsadida qurilmagan, uy juda ham mustahkam, anchagan mehr sarflangan, uning kamchiligi yo'q.
Uyimizning ikkita asosiy kirish eshigi bo'lsa, biza hovlining ichidagi eshikdan kirib boramiz. Mana 4 ta pog'onadan iborat bo'lgan zina, shu orqali biza asosiy eshiklardan biriga kirib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kirganimizda uzun koridor. Oyoq ostida sifatli tarkib poli yotkazilgan. Eshiklarimiz esa endi eshiklar o'rnatib qo'yilgan. Demak, to'g'ridan kirganimizda kuxnya, ya'ni xonadon ichidagi oshxonaga kirib boramiz do'stlar. Kuxnya mebellarni ko'ryapsizlar. Barcha kerakli narsa hammasi muhayyo. Mana chiroqni yoqib olamiz. Kattagina deraza romga o'rnatib qo'yilgan akvaplastikdan. Uyimizda barcha mebel texnikalar tashlab ketiladi. Faqat o'ziga uy egalariga qadrli bo'lgan narsalar olib ketiladi. Kuxnya mebelimiz juda ham katta uzun qilingan va sifatli eng mustahkam bo'lgan gazovoy plitamiz ham o'rnatib qo'yilgan. Mana ko'rishlar mumkin. Juda ham katta gazovoy plita. Ushbu kuxnyamizda televizor ham o'rnatib qo'yilgan ekan. Demak, biza uyda asosiy kirish uyimiz ichiga mana shu joydan ham kirsak bo'ladi va bir nechta eshiklarimiz ham bor. Biz asosiy eshikdan kirganimizdagi o'ng qo'ldagi eshikka kiramiz va qolgan xonalarni tanishtirishga harakat qilaman. Kirishimiz bilan bizni hol kutib oladi. Katta hol, patologlarni ko'rib, juda ham baland patolog ega bo'lgan holimiz. Dam olish joyimiz, sifatli tarket polini ko'rishingiz ham mumkin. Xonadonni hozir pardalarimizni ko'ryapmiz, sal qorong'iroq ko'rinyapti. Ya'ni qishda derazalarimiz sifatli turish uchun oq bo'zdan tortib qo'yishgan. Shunga xonalarimiz sal qorong'i ko'rinishi mumkin, lekin uy juda ham yorug' qilingan do'stlar. E'tibor beringlar, har bir elementlarimizga o'zbekona juda ham sifatli uyimizda. Kirganimizda bu yerda yana bitta xonamiz bor, dam olish xonasidan bittasi. Tapchan ko'rinishda qilingan. Mana xon taxtalar qo'yib qo'yilgan haqiqiy o'zbekona uy. Patologimiz balandligi 4.20 lar atrofida. Juda ham baland patolog ega bo'lgan uyimizda. Demak, ushbu holdan biz kuxnyaga kirsak bo'ladi. Va zalga kirib ketsak bo'ladi. Bu asosiy o'ng qo'limizda zal bo'lsa, zalga oxirida ko'rsatib boraman. Biz birinchi holni tanishib olamiz. Holdan biz yana oshxonaga chiqsak bo'ladi. Bu eshik orqali bu yerda sanuzilimiz bor. Mana xonadon ichidagi sanuzil, unitaz va umumalik qo'yib qo'yilgan. Keyingi yondagi xona esa kattagina jakuzi vannasi qo'yilgan. Ya'ni yuvinish xonasi, sanuzilimiz bittasi. Juda ham sifatli jakuzi vannasi o'rnatib qo'yilgan. Umumalik, sushilka to'liq ko'pli pol qilingan ekan. Ya'ni yuvinish xonasi. Uni yonida esa birinchi spalnya, ya'ni birinchi yotoqxonamiz. Kattagina yotoqxonamiz. Xonalarimiz hozir parda ortida 3 qavatdan parda bo'lgani uchun derazada yorug'lik unchalik ko'rinmayapti. Lekin uyimiz ishoning juda ham yorug' va yorqin ranglar ishlatilgan. Albatta biz hozir pastki qavatni birinchi qavat tanishtirib boramiz. Aynan pastki qavatda bittagina spalnyamiz bor. Yuqorida esa 6 ta spalyaga ega bo'lgan uyimiz. Holdan kirganimizda to'g'rida zal. Yani katta zal qilingan do'stlar. Zalga e'tibor beringlar. Barcha kvadrat metrlarni biz opisaniyada yozib qoldiramiz. Narxlar ham videoda ko'rib turibsizlar.
ekranda ko'rib turgan telefon raqamiga to'g'ridan-to'g'ri xonadon egalaridan ya'ni sotib olishingiz mumkin. Telefon qilasiz, kelishasiz va kelib aynan shu uyda o'zida savdolashib sotib olsangiz bo'ladi. Mana kattagina zal. Juda ham uzun. E'tibor beringlar, videoda ham ko'rinib turibdi. Eniga taxminan 6 metr, uzunasiga esa где-то 15 metrlar atrofida zalda o'zi. Xo'p, bu yerda ham bitta holimiz bor. Ya'ni prixoshka. Mana darvozaxonada kirganimizda birinchi o'ng qo'ldagi eshik aynan mana shu eshigimizda bo'ladi. Bu yerdan kamdan-kam foydalanishar ekan, aynan hovlining ichidan kirilgani uchun. Hozir qulflab qo'yishibdi. Bu prixoshkadan bittasi. Aynan shu orqali zalga kirib ketsak bo'ladi. Demak, zalga ikkita taraflama kirish imkoniga egamiz. Endi biz yuqori qavatga ko'tarib boramiz. E'tibor beringlar, eshigimiz juda ham sifatli NDF eshiklar qo'yilgan va polimiz ham eng oxirgi rusumdagi tarket pollar yotqizib qo'yilgan do'stlar. Polimiz endi yuqoriga ko'tarilib qolgan xonalarni tanishtirishga harakat qilaman. Juda ham keng zina qo'yilgan. Zina qoplamasi yong'oq daraxtidan qilingan ekan do'stlar. Hattoki arkalarimiz ham hammasi yong'oq daraxtidan qilingan qoplamaga ega. Qandilimizni ko'rsak bo'ladi. Juda ham katta qandil o'rnatib qo'yilgan va hol. O'ng tarafimizda ko'rsatib boraman xonalarni birma-bir. Xavfsizlik uchun qilingan nimalar. Uyning yuqoridan ko'rinishi. Birinchi xonamiz bolalar xonasi bo'lyapti. Bolalar xonasi hovliga qaragan bo'ladi, juda ham tinch. Va to'g'rida esa bitta yotoqxonamiz, spalnimiz bor. Kravatlar qo'yib qo'yilgan. Mana e'tibor beringlar. Ikkinchi qavatdagi patologlarimiz 320 atrofida. Podyeskalar shunaqa ko'rinyapti. Aslida shu 3,5 balandlikda qilingan patologlar. Ikkita yotoqxonaning o'rtasida sanuzel bor. Общий sanuzel. Bu yerda chiroyli vanna o'rnatib qo'yilgan, unitaz, ummanlik, sushilkalar va ko'zgu qo'yib qo'yilgan. Oyoq osti kafedi ostida esa to'pol pol qilingan bo'lsa. Va patologimiz plastik va plafon chirog'imiz o'rnatib qo'yilgan. Uy juda ham did bilan, mehr bilan qilingan, albatta e'tibor beringlar. Har bir detalimizga ko'rganimizda sifatdan qilingan ko'rinib turibdi mana. Yog'ochlarimiz ham eng sifatli yong'oq daraxtidan qilingan. Keyingi xona mana bu hovlimiz yonidagi o'ng qo'ldagi xona. Bu ham bitta spalni, vaqtincha tikuv xonasi qilib turishibdi ekan. Shveyni xona qilib qo'yishgan. Pollarimiz hamma xonamizga bir xil, ya'ni tarket pol yotkizilgan, juda ham sifatli. Aynan mana shu hovlimiz polni to'qib pol qilingan ekan. Bu yerdan biz ko'chani ko'rsak bo'ladi. Shuni ocha qolaman. Ko'cha. Katta trassamiz. Uruzlar bozori chiqib ketadi chap tarafdan. Oldimizda Mustafa korxonasi. Qaytarib o'taman manzillarni. Toshkent shahri Uchtepa tumani Izzat ko'chasidagi 10 sotilik katta uchastkamiz 14 ta xonadan iborat. Ikkita qavatdan
ya'ni podvalga uchirildik, uyimizga sotuvga qo'yildi. Barcha narsalar tashlab ketiladi. Bu ham bitta spalnya, ya'ni yotoqxonamiz. Barcha razmerlarni biz opisini yozib qoldiramiz. Mana bitta katta spalnyamiz. Albatta sizga yoqadi degan umidamiz. Katta oilalar uchun mo'ljallangan katta uchastka sizlarni kutmoqda. Bu yerda ham ikkita yotoqxonamiz bor do'stlar. To'g'ri sanuzel. Mana katta yotoqxonalardan bittasi. Bu yerda foydalanishmas ekan. To'g'ri sanuzel. Yuvinish xonasi. Chap qo'limizda ham spalnya bor. Buni biz ochib o'tirmadik va albatta mana bu eshigimiz orqali biz shu tashqaridagi ochiq terasaga chiqib borsak bo'ladi. Bu xonamiz ham yopiq. Faqat yoz kunlarida foydalanishar ekan. Demak do'stlar, bugungi obzor sizlarga yoqdi degan umiddaman. Albatta ekran ostidagi uy egalariga to'g'ridan-to'g'ri telefon qiling. Baribir ham tirik ko'z bilan ko'rgan juda ham boshqacha, uyimizda juda ham sifatli materiallardan qurilgan va sifatli mehr berilgan uyimiz, o'zbekona xonadon. Albatta ushbu xonadon sizga yoqqan bo'lsa, uy egalaridan to'g'ridan-to'g'ri savdolashib sotib olsangiz bo'ladi. Uyimizning narxini biz video tagida yozib qo'ydik. Ushbu uyimizda 10 sotik uchastka qurilgan, ikkita qavatdan iborat, podvalga 3 уровень, ya'ni 3 qavatli uyimizda sotuvga qo'yildi. Barcha mebel texnikalar tashlab ketiladi. Narxlarni ko'rlang. Ya'ni adresimiz Toshkent shahri Uchtepa tumani Izza ko'chasidagi uyimizda. Orientirlarimiz Uchtepa rovodisi va Nursaroy to'yxona. Chap qo'limizdagi ko'chadan ketganimizda, chap tarafga ketganimizda O'rikzor bozoriga chiqib borsak bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishguncha xayr. Omon bo'linglar.